Lekin embrionning genetikasini to'g'rilashni iloji yo'q. Bunday holatdan chiqish yo'li embrion o'tkazilgandan keyin homiladorlik bo'lmasligi sabablaridan birinchisi va eng muhimi 80% holatlarda embrionning genetikasiga bog'liq bo'ladi. Embrion esa ayol va erkakning genetikasini oladi, ya'ni urug' va tuxum hujayralari. Shunda 80% holatlarda embriondagi genetik kamchiliklar muvaffaqiyatsizlikka sabab bo'lishi mumkin. Qolgan 20% holatlarda esa kamchilik endometriy qavatida yoki bachadonning o'zida bo'lishi mumkin. Ba'zida gidrosalpinx ham implantatsiyaga ta'sir qilishi mumkin. Biz odatda boshqa kamchiliklarni tuzatishimiz mumkin. Endometriy qavatidagi kamchiliklarni polip, mioma, sinexeya, endometrit kabi yoki gidrosalpinxni to'g'rilashimiz mumkin. Lekin embrionning genetikasini to'g'rilashni iloji yo'q. Bunday holatdan chiqish yo'li yana embrion ko'chirib o'tkazish va embrionning genetik jihatdan sog'lomligiga umid qilib embrionni o'tkazish mumkin. Bemor homilador bo'lishlariga umid qilib kutamiz. 3 ta eng ko'p uchraydigan sabablar. 1. Embrionning genetikasi. 2. Endometriy bilan bog'liq bo'lgan muammo. 3. Boshqa muammolar. Gidrosalpinx yoki qanaqadir gormonal buzilishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.